Baş i. İkinci baş i. O'tira i. İkinci o'tira i. Ayaq i. İkinci ayaq i. Ulanma i. Yalğız i. Tişlişipti, ikki eşit so'ngak talışıp, bayram qıptı meşikler, çavak çelişip. Hil üstüge çıkanmay, mulaqatdi Fatima, yırtılğaşqa kengliki, yamap badi baime. Hadam tikkichi, akam yazgıchi, singlim o'yinchi, men aqıgıchi. Otisi quduq qazdi, balasi she'r yazdi. İt, it, it. İ, şe, iş, iş. İ, ha, şi'ni qo'shsa, ishi bo'ladi. İ, şe, işi, kishi. Atqa, ni qo'shsa, atni bo'ladi. At, at. Ne ini, atni. Ağa, tini qo'shib, sini qo'shsa, atisi bo'ladi. A, ti, si, atisi. Tepişmak. İnaq bir aile kişileri bulup, her gilasga bek amraq ketdi. U bugün mu ishqa minish oldida xotiniga. Xotin, "Menga gilas uzib bagina" deb turib. Xotini idishga suv quyayotgan bo'lsa-mu, erning ko'nglini deb gilas uzib beribdi. Er gilasni elib yo'lda yigach zavodga beribdi-kan, ishqa kechikib qoldi va boshlig'idan tanqid anglabdi. Er ishlayotib, ish pushqida o'ylang'ach bir tepishmoq tuzdi. U uyga kelganda beliqi tepishmoqni xotiniga aytib berdi. Itda bor mushukda yo'q. Chashqan tushukda yo'q. Ilmakda bor tuzda yo'q. Tilimda bor so'zda yo'q. Gilasda bor omidda yo'q. Mijitda bor mamutda yo'q. Xotini bu tepishmoqni topolmay bolasidan so'radi. Balımı topolmadi. Qiziqarliq bo'g'ini keyin ermo uning javobini unutib qilib, hozirgacha ishga bormay o'ylanayotgandi. Kichik do'st, siz uningga yordamlashib javobini tepishib bera olamsiz.